Men oddiy bir odam edim. Aniqrog'i hech kim. Ko'pchilik kabi oddiy hayot kechirardim. Erta turib ishga borardim, kun bo'yi ishlardim va kechasi uyga charchagan holda qaytardim. Lekin uyga qaytganimda eshik yonida turgan ayolim va qizimning tabassumi meni barcha charchoqlardan xalos etardi va shu zahoti yuragim quvonchga to'lib ketardi. Men uchun ularning yonidan boshqa joy yo'q edi. Ammo bu baxt uzoqqa cho'zilmadi. Shahrimizga qora o'lat kirib keldi. O'lim tezda atrofimizni o'rab oldi. Doktorlar esa kasallikka qarshi qanday kurashishni bilishmasdi. Odamlar uylariga qulflandi. Hech kim bilan aloqa qilmaslikka harakat qilishdi. Biz ham xuddi shunday qildik. Hech kimni yaqinlashtirmadik va o'zimiz ham tashqariga chiqmadik. Lekin barcha ehtiyot choralariga qaramay, o'lat bizning uyimizga ham kirib keldi. Avval ayolimni, keyin esa qizimni jangaliga oldi. Men esa shifokor ularni saqlab qolishiga umid qilishdan boshqa hech narsa qila olmasdim. Kunlar o'tgan sari oilamning azobli qichqiriqlari kuchayib borardi. Lekin men faqat o'tirgan holda Xudodan ularni qutqarishni so'rashim mumkin edi xolos. Ular men uchun hamma narsa edi. Men ularni yo'qotishni xohlamasdim. Doktor turli dorilarni sinab ko'rdi. Ba'zilari hatto og'riqlarni yanada kuchaytirardi. Men esa bunda doktorni ayblab, undan alamimni olardim. Ba'zi dorilar og'riqni vaqtincha yengillashtirardi, lekin bir necha soatdan keyin azob yana qaytardi. Qo'rqqan kunim keldi. O'lim eshik qoqdi. Men ayolimni ham, qizimni ham yo'qotdim. Shifokorning so'zlari menga o'lim hukmi kabi eshitildi. Nega faqat men tirik qoldim? Nega ular meni tashlab ketdi? U qanday shifokor edi? U aqalli bir kishini ham qutqara olmadi. Birdan boshimda kuchli og'riq paydo bo'ldi. Quloqlarim shang'illardi. Xuddi miyam hozir portlaydigandek. Qo'llarimni boshimga qo'yib og'riqni yengillashtirmoqchi bo'ldim, lekin foyda bermadi. Ko'z oldim qorong'ilashdi. Ko'zlarimni ochganimda qorong'u, lekin cheksiz bo'shliqda edim. Birinchi miyamga kelgan savol: men o'ldimmi? Qayerdaligimni tushuna olmadim. Qorong'ulikda atrofga qaradim va ikki soya menga yaqinlashayotganini ko'rdim. Ular o'limning birodarlari edi. Ularga qaraganimda qo'rquv ichimni qamrab oldi. Ular menga tanlangan odamligimni, chirigan jamiyatni sarqitlardan tozalash, odamlarni qora o'latdan qutqarish bu meni vazifam ekanligini aytdi. Endi yashashdan maqsadim bor. Men bu vazifani bajarmasdan o'la olmasdim. Faqat shu yo'l bilan azobli hayotimni tugatishim va suyukli oilam bilan jannatda uchrashishim mumkin edi. Men ularga hayrat va qo'rquv bilan qaradim. Ularning gaplari mutlaqo mantiqsizdek tuyuldi. Men tanlanganman, dunyoni qutqarishim kerak. Qanday be'ma'ni gaplar. Birdan ko'zlarim ochildi. Qimirla olmasdim. Lekin atrofga qaradim. Mening miyam asta-sekin yana ishlay boshladi. Ko'p o'tmay, qo'llarimda qandaydir namlik his qildim. Nafas olish qiyin edi. O'zimga kelganimda o'lat doktor kiyimida edim. Yo'q, kiyim emas. Bu mening terim edi. Yuzimdagi niqob mening asl yuzim edi. Qo'llarimga qaradim. Ular qonga botgandi. Oldimdagi doktorning jasadini ko'rganimda dahshat ichida ortga tisarildim. U qon ichida yotardi. Men doktorni o'ldirgandim. Endi men boshqa odam edim. Birdan o'lim birodarlari bilan bo'lgan g'alati tushum esimga tushdi. Ular aytganlarning hammasi to'g'ri edi. Bularning barchasi rostligini, endi nima qilishim kerakligini tushundim. Lekin men bunga ishonishni xohlamasdim. Kiyimimni yechib tashlashga harakat qildim, lekin bu faqat og'riq keltirardi. Oilamning o'limi azobi yetarlicha og'ir edi. Endi doktorni o'ldirganim gunoh hissi ham qo'shildi. Shaharga chiqib odamlar bilan gaplashishga harakat qildim. Bir ayol yonimga kelib, qizini qutqarishimni yolvorib so'radi. Ammo javob bergunimcha u yerga yiqildi. Atrofdagilar o'z ishidan chalg'ib qo'rquv bilan menga qarashardi. Ular uchun men maxluq edim. Shoshgancha ayolning nafas olayotganini, yurak urishini tekshirib ko'rdim. Ammo xavotirim haqiqatga aylandi. Ayol o'lgandi. Shunda atrofdagilar mendan uzoqlashdi. Ular mendan qo'rqayotgandi. Ularga yaqinlashishga urinsam, hammalari xuddi yirtqich hayvondan qochayotgandek qichqirib yugurishardi. Bir-birlarini itarib, mendan uzoqlashishga harakat qilishardi. Bir necha kun o'tgach, men hayotdan to'ydim. O'lim birodarlari aytganidek, odamlarga yordam berishga urindim. Kasallarni davolashga harakat qildim. Ammo ularga tegishim bilan darhol o'lib qolishardi. Hatto shunchaki ko'chada yursam ham ko'plab odamlarning o'limiga sabab bo'lardim.
Keyin odamlar mendan qocha boshladilar. Go'yo mening o'zim qora o'lat edim. Ularni ayblay olmasdim. Chunki mening qo'limdan faqat o'ldirish kelardi. Men qo'llarim bilan o'limni boshqara olishimni angladim. O'lim birodarlar aytganlarini eslab ustimdan kuldim. Men odamlarni qutqarishim kerak. Yana kuldim. Bu safar balandroq. Qanday qilib? Axir ularga tegishim bilan o'lib ketishsa, o'zimni Xudo meni masxara qilayotgandek his qildim. Osmonga qarab bor kuchim bilan baqirdim. Undan oilamni saqlash uchun iltijo qilganim esimga tushdi. U meni ustimdan kulyaptimi? Xuddi mendan oilamni tortib olgani yetmagandek. G'azabimni jilovlab bo'lmasdi. Shunda men uni ezgu yo'lda sarfladim. Uni jinoyatchilar va buzuq odamlarga qarshi qo'lladim. Bu g'azabimni chiqarishga yordam berdi. Vaqt o'tishi bilan qobiliyatlarimni yaxshiroq tushuna boshladim. Men o'z ustimda tajribalar o'tkaza boshladim. O'zimni operatsiya qildim, chunki og'riq sezmasdim. Organlarimni almashtirib, ularni o'rgandim. Yillar davomida tadqiqot qildim. Son-sanoqsiz yomon odamlarni o'ldirdim. Ularning jasadlarini yoki ulardan qolgan narsalarni o'rmonga tashladim. Men qarimayman, kasal bo'lmayman. Men immunitetman. Oddiy insonlardan ustunroqman. Endi mening vazifam bu qobiliyatni boshqalarga tarqatish, ularga ham abadiy hayot berish. Yillar o'tdi, texnologiyalar rivojlandi. Men mamlakatdan mamlakatga sayohat qilib, yangi bilimlarni o'rgandim. Nihoyat, Fransiyada tadqiqotimning so'nggi bo'shlig'ini topdim. Endi hamma narsani to'liq tushunib, qobiliyatlarimni to'liq nazorat qila olaman. Va albatta, odamlarga yordam beraman. Shunda ular hech qachon yaqinlarini yo'qotmaydi. Oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Shu yo'l bilangina kanal rivoji va yangi videolarning tezroq chiqishiga hissa qo'shgan bo'lasiz. Yana qanday videolarni chiqarishimni xohlaysiz? Har qanday savol, fikr va takliflaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ko'rishguncha xayr.